Salom do'stlar. Mana bugun sizlar bilan shuni bo'lashkim keldi. Aptekadan Xafitol ekstrakt artishok bor ekan. Желчегонное и гепатопротекторное средство. Mana o'zi mana bunaqa butilkada bo'lar ekan. Mana. Вот, Fransiyada tayyorlanar ekan. Fransiya narxi ham qancha chiqdi? 103 ming ekan. Rastvori 103 ming. Mana bugundan ichib ko'ramiz, qanaqa chiqar ekan. O't qopida jigarni tozalashga yordam beradi deyishdi-da, xullas. Способ применения дозы. Для применения внутрь. Взрослые 2,5 мл раствора, половина чайной ложки с небольшим количеством воды. Периорально 3 раза в сутки до еды или при возникновении функциональных нарушений. Курс лечения 2-3 недели. Детям смотрите инструкцию. В июле Fransiya. Mana bugundan ichishni boshlaymiz. Sizlarga agar qarab tursanglar, men saytimga kirib, men nima bo'lyapti, yaxshimi yo'qligini aytaman. Rahmat.